İhsan degan bola ben İrfan'dan siyaqini yaşamayman deb qalsa qanday qilamiz? Agar uni olsa meni qizimga texmi ro'yxatga bilsa bo'libdi. Men qanday qilaman? Doktor. Doktor, sizden ötünüp qalay. Qizimni qutuldirib e'lon qilamdi. Biz ama kızımızı kurtuldurmağımız var. Lekin bizning amali yo'q. Hozir qizimizning minasidan butunlay chatoq chiqib qolibdi. O'zingizmi ko'rdingiz? Bu xil ahvol meditsinada davrli xotirasini yo'qotish deb ataladi. Mahliya hozir o'ziga eng ta'sir qilgan odamni eslayolmaydi. Boshqalarni eslayolmaydi. Hozir faqatla insonlar Mahliyaga yordam qila oladi. Chunki qizingizni mushu ahvolga tushirib qo'ygani dal muhabbat. Shunga muhabbatli uni qayta oladi. Balkim insonning Mahliyaga ko'nishib qolsa nima deymiz? Inson bir umr İrfan siyaqini yasasa Mahliyaninki ahvoli yaxshilanish bo'ladi. Belkim inson ma'lum vaqtdan keyin Mahliyani tashlab ketsa, o'chaq nima deymiz? Mahliyaning ahvoli bag'ansi nacharlashib ketadi. Qisqasi Mahliyaga inson bo'lmasa bo'lmaydi. Benim kızım neymişki bundan kesel giriptar bulundu. İçeri kızım. Kanalımız bizden. Biz azaplanıyorduk. Doktor, eğer de İhsan degan bola ben İrfan'dan siyaqini yaşamayman deb qalsa qanday qilamiz? Agar uni olsa meni qizimga texmi ro'yxatga bilsa bo'libdi. Men qanday qilaman? Doktor. Sizmi eng yaxshi ko'rgan adamimizni ayrılib baqqanmi? Odam o'zi yaxshi ko'rgan odamdan ayrilib qolsa, xo'shalligini yo'qotib qo'ydi. Ilmi yaxshi inson vaqtida paydo bo'lib, Mahliyaning yo'qotib qo'ygan xo'shalligini qaytarib keldi. Bo'lmasa bechora Mahliya tuyishib ketdi. Mahliyaning qanchalik xushal bo'lishi, insonning qanchalik hamroh bo'lishida. Hozirgi masala inson qachon Mahliyaning yenidan ketsa, Mahliya shu chog'da haqiqiy xushalligini yo'qotib qo'ydi. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Abdukim doktorning ishxonasi qaysi? To'shgan ishxona shu. Lekin Abdukim doktor hozir aldirash bemorni oydinlab qolishdim. Mening bek jiddiy ishim bor deyman. Hozirning o'zida Abdukim doktor bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Ayni vaqt men mush doktorxona tug'ilib ekanman. Menga 25 yil burungi tug'ilish isbot lozim deb o'tnib qolay. Men Abdukim doktor bilan ko'rishga qo'ygan bo'lsangiz. Kechiringiz yordam qilolmayman. O'tnib qolay, mush bir qitim yordam qilaman qilma. Mendan qisqib qo'yma. Men bu o'ringa chiqib qo'yishni pish qilma. Vallahi o'zimizda. Ay, undaqsiz bo'lmaydi, tutdiring. İşler şundaq. Her qitim biz Zongun'un işlerini oylasamdan pek içim ağrıydı. O kızını kiçik vaqtida atanın saçı etipken top. 8 yaş kirgan yili buz tuya ketipdi. Bechora Zongul ana shu vaqtdan boshlab tirikligimga aylanib qoldi ekan. Bu qizning otasining min degan bag'ri tosh. Ish qilib ba'zan Alloh hayron qoldi juma odam. İş qilib boshqalarning kechmishini anglasam, o'zimning oilasini bekla suyunib qolaman juma. Men bekla baxtli ekanman. Shirin, mayli. Vallahi o'zimizda. Ay, undaqsiz bo'lmaydi, tutdiring. Set bo'ldi. 70 qismliq suratga turmush nomli qisqa teatrimizning to'liq nusxasini Unitarni ko'r. Salon nomi Biz Uz Ovoz.